Salom hammaga, bugun sizlar bilan Most SMM Uzbot, ya'ni nakopka bot haqida gaplashamiz. Ko'pchilik pul kiritishga tushunmayotgan ekan, chek orqali to'lovga bosasizlar va tepadagi hamyonga pul tashlaysizlar. Masalan, 25 ming so'mmi, 25 ming so'm to'lov qilasizlar va cheki yoki rasmini yuborasizlar. Men hozir to'lov qilmaganman va sizlar o'sha 25 ming so'm to'lov chekini yuborasizlar. Hisob to'ldirish arizangiz qabul qilindi. Bu botdagi adminga boradi va hisobingizga pul tashlab beradi. Barcha ilova avto bu Humo, Uzcard, Temi, Klik hammasiga ketaveradi. Bu adminsiz hech qanaqa chek tashlamasdan, admin tasdiqlashini kutmasdan 5 daqiqa muddatda hisobingizga pul tushadi. Masalan, kiritmoqchi bo'lgan 5 ming so'm, 5 ming so'm tashlaysizlar 5 daqiqa muddatda. Kam yoki ko'p bo'lmasligi kerak. Kam yoki ko'p bo'lib ketsa, bu hisobingizga pul tushmaydi va admin ko'rib chiqmaydi. 5 daqiqa muddat ichida 5 ming so'm tashlaysizlar kerak bo'ladi. To'lov qildim bosmasizlar ham o'zi avtomatik pul tushadi. Keyin buyurtma berish bossalaringiz tekin xizmatlari bor. Tekin xizmatlar obunachi, reaksiya. Keyin Telegramga o'zbekcha obunachi, premium o'zbek premium obunachi, biznes premium obunachilar, reaksiyalar, hamma xizmatlar bor. Instagramga obunachilar ham bor, TikTok, YouTube'ga ommaviy raqam bu xohlagan davlatingiz raqamni olish, akkaunt ochasizlar Telegramga. Ushbu nomerlar orqali. Keyin premium olish, akkauntga premium olish. 1 oylik admin orqali, 12 oylik ham admin orqali. Korоче, hammasi admin orqali va hammangizga rahmat. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar.